jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish hamda ularni fosh etishga qaratilgan xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktika oyligi doirasida Nurafshon shahar ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlari tomonidan giyohvandlik bilan bog'liq navbatdagi jinoyat aniqlanib, fosh etildi. Xususan, Nurafshon shahrida jamoat transport haydovchisi bo'lib ishlovchi 1985-yilda tug'ilgan shaxs Bobur ko'chasida boshqaruvidagi xizmat avtobusi ichida shartli xaridorga 2 dona polietilen o'ramdagi gashish giyohvandlik vositasini 400 ming so'm evaziga sotgan vaqtida daliliy ashyo bilan ushlandi. Tadbir davomida uning yonidan hamda boshqaruvidagi avtobusdan yana 9 ta o'ramda, jami 11 o'ramda gashish giyohvandlik vositasini sotish maqsadida saqlab kelganligi aniqlanib, protsessual tartibda rasmiylashtirib olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz. Giyohvandlik vositalariga qonunga xilof ravishda muomala qilish 20 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanishi mumkin.